Xo'p, do'stlar, nerv va baf nima? Bu savolga mana shu videodan javob topishingiz mumkin. Demak, nerv bu personajlarning yokida giroylarning skillarining kodisi yokida bo'lmasam ularning vampirizmi, fizikiy, magический uronlarining pasaytirilishi, kodalarining esa ko'tarilishi. Ya'ni 4 sekundda ochiladigan skill, masalan, Beatrice giroyini ko'rsak, uning skillari 4 sekundda yoki deb bo'lmasam 12 sekund, masalan, mana ikkinchi skillning, birinchi skillning perizaryadkasi 12 sekundda berilgan. Xo'p. Ikkinchi skillning perizaryadkasi 12 sekundda berilgan. O'shani 13, 14, 15 sekundga ko'tarilishi mana bu nerv. O'sha birinchi skillning 8 sekund, 3 sekund yoki deb bo'lmasam 7 sekundga tushirilishi esa mana bu bafda hisobga olinadi. Yo bo'lmasam biron bir giroylar, masalan, Darius giroyini ko'radigan bo'lsak, hop, boyets. Hop. Masalan, xo'sh, Darius. Astagfirullah. Darius qayerga ketdi? Hop, mana Darius ko'radigan bo'lsak, hop, unda vampirizm bor, to'g'rimi? Mana shu vampirizmni ko'tarilishi, o'sha vampirizmda masalan 400 vampirizm olsa har bir uron uchun o'shani 600 uronga ko'tarilishi, mana bu esa buff. Hozirgi kunda buffda giroy mana bu изменение degan joy bor. Tepada изменение degan joy bor. O'sha yerdan qaysi giroy buffda yoki deb bo'lsam qaysi giroy nervda ekanligini ko'rib, bilib olishimiz mumkin. Hozirda Freya, Clint, Cecilion, Hilda, Suyo, Julian, Nolan kabi giroylar hozirgi kunda buffda. Kimmilar, Chichi, Lancelotlar esa nerv olgan. Mana bu hozirgi 11-27 yangilanishdan so'ng nerv olgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda bemalol Exp'da Freya bilan Hildada, Romda Hildada o'ynasak bo'ladi. Ya'ni tezroq yulduzcha olish uchun, ya'ni tezroq rang ko'tarish uchun. Goldineda Clintda o'ynasak bo'ladi. Albatta kontrpiklar bo'lsa agar maslahat berayman Clintda olishni. Cecilionni ham hozirgi kunda buffda bo'lgan. Har qanday giroyda o'zini kontrpiki bor. O'sha kontrpiklarni olmaslikda bo'lgan paytda bu giroylar olmaslikni maslahat beraman. Lekin esli-cho'k kontrpiki bo'lmagan payt bemalol olishingiz mumkin. Xo'p. Masalan, hozirgi kunda bemalol Suyoda o'ynashni bilsangiz, marhamat, lesga olib bemalol tezroq, ya'ni tezroq rangingizni ko'tarishingiz mumkin. Julianda ham, Nolanda ham xuddi shunday. Xo'p. Keyin, agarda bu giroylarda qanaqangi nerv olgan yoki desam qanaqangi buff olganini bilmoqchi bo'lsangizlar, marhamat, bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegramdagi Gersog Store kanalida to'liq hamma ma'lumotni berib boraman. Sizlar bilan Gersog bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.